Diqqat aholiga tezkor xabar. Energiyani tejash uchun gaz va svetga cheklov kiritish taqiqlandi. Bugungi videoda shu haqida batafsil. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotimiz boshqalarga ham tezroq yetib borishligi uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. O'zbekistonda energiyani tejash maqsadida gaz va svet iste'moliga cheklov kiritish taqiqlandi. Bu haqida prezidentning 29-aprel kuni qabul qilingan 2026-yilda energiya samaradorligini yanada oshirish, energiya resurslarini tejash va ulardan oqilona foydalanishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida so'z boradi. Farmonga ko'ra 2026-yil 1-iyuldan vazirlik va idoralar, davlat tashkilotlari va ijtimoiy soha muassasalari hamda davlat ishtirokidagi korxonalarning yangi quriladigan, rekonstruksiya, modernizatsiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan bino va inshootlarida energiya samaradorligining C va undan yuqori toifasiga ega bo'lish talabi kiritiladi. Elektr energiyasi va tabiiy gazni iste'molchilarni tarmoqdan ajratish va cheklov kiritish hisobidan tejashga yo'l qo'yilmaydi. Energiya samaradorligi milliy agentligiga energiya samaradorligini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali energiya servis kompaniyalari ESCO tomonidan davlat buyurtmalari asosida ko'rsatiladigan energiya servis xizmatlari uchun kafolatlangan to'lovlarni amalga oshirish huquqi beriladi. 2026-yildan har yili energiya sarfi belgilangan normativlardan keskin oshib ketgan davlat obyektlarida xalqaro standartlar va energiya servis mexanizmlari asosida energiya samaradorligini tubdan yaxshilash dasturlari amalga oshiriladi. 2026-yil 1-oktyabrga qadar obyektlar kesimida katta hajmdagi ma'lumotlar, big data, biznes tahlil, business intelligence va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida energiya iste'molini va samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilib borish amaliyoti yo'lga qo'yiladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videoga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.